Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli obunachilar. Biz Ko'pal Turkmen çayxonasining yonida Turkmenlikda musiqa maktabining to'g'risida yo'lga yaqin yerda ikki qavatli hovuzlar chiqqan ekan. İkisi ham bir-birini deb turibdi. 240 kvadrat ekan, 150 kvadratga solingan ekan. Eldarimiz inakshinin qo'yilib turibdi. Eldinda otizi bor, ichonda girgerdan otizi bor. Yo'lga yaqin. Burada musiqa maktab. Seçen bilan dars chiqaveramiz. Bismillah. Şimdi görünüşte yine. Bir yere maşın koşuşu yine koydular. Devalarımız soğukta. Bir yerde yine zilyon zona aldındayken. Bir yerde hacatxanası var. Bunda açık balkonam var. Toshkent usulunda kurulgan ekan. Birimiz dolan 5'e 5 ekan. Dolanla zala giremiz. 7'ye 4. Tak, bir yanımızda ikinci kavatımızda 3 xona tushgan, bir hovul, bir balkonumuz. Bir yanımızda samozel. Bir de yine kanalizatsiya turbalar chiqqan. Suyet gaz girib turibdi ekan. Bir yanımızda bir xonasi bor ekan bu yerimizda. Otizimiz eldana tushgan. Arka tarafımız pajani kot ekan. Bir yanımızda ne kuxnisi. Türkmenlikte musiqa maktabi yanında. Yo'l adım yaqin. 240 kvadrat 150'ye solingan ekan. Shunda pesimizde bir dolan, bir zal, bir spalni. Yukarımızda bir katta zal, 2 spalni, bir hovul. Bahası 550 milyon so'm ekan yurtdoshlar. Ekrandagi nomerlarga chiqib murojaat etaverasizlar. Keyingi roliklar chala sog'lom bo'linglar, ishlaringiz davom etsin.